Assalomu alaykum do'stlar, sizlarni Islomбек Burov YouTube kanalining 10 minutda koris tili loyihasining navbatdagi video darsligida ko'rib turganimdan xursandman. Bugun biz unli va undoshlarni qo'shish va patchim nima ekanligi haqida o'rganib olamiz. Avvalgi darslarimda koris tilidan undosh, unli diftonlarni o'tgan edim. Ularni ko'rib mustahkamlab olgan bo'lsangiz, bugun biz o'sha unli va undoshlarni qo'shib o'qib ko'ramiz. Hop, bugun darsligimiz o'sha unli va undoshlarni qo'shish va patchim mavzusi haqida bo'ladi. Hop, biz unlilarni ikkiga bo'lib olgan edik. Tik va yotiq unlilarga bo'lib olgan edik. Endi o'sha unlilarga undoshlarni qo'shilish qonuni bor. Ya'ni tik unlilarga bu yerda a, ya, o, yo, i unlilari kirar edi. Bunda undosh unlining yonidan qo'shiladi. Ya'ni bu yerda undosh plus unli na, ka, pi deb qo'shsak bo'ladi. Ya'ni bu yerda yonidan qo'shadi. Yon tomondan qo'shadi. Ya'ni yoki unlilarimiz bor ekan bu yerda. O, yo, u, yu, i unlilari bor ekan. Bu yerda ustidan va pastidan qo'shiladi. Yani undosh unli qo'shiladi. No, ko, t deb qo'shar ekanmiz. Bu yerda biz tik unliga va yotiq unliga qo'shish qonun qoidasini bilib oldik. Va bu yerda berilgan tablitsada bu yerda undoshlarga unlilarni qo'shilish anaqasini tartibi bor. Buni siz ka, kya, ko, kyo, ko, kyu, ku, kyu, keyin qilib talaffuzingizni oshirishingiz mumkin. Bu slaydni men Telegram kanalimga tashlab qo'yaman. Slaydga kirib, mana bu tablitsani o'qib talaffuzingizni oshirishingiz mumkin. Biz unda qonunlarni o'rganib chiqar ekanmiz. Koreyschada so'zlar chapdan o'ngga yozilishi o'zbek tili bilan bir xil, lekin o'zbekchadagi kabi yonma-yon emas, bo'g'inga bo'linib yozilar ekan. Demak, koreys tilida so'zlar bo'g'inga bo'lib yozilar ekan. O'zbek tilida esa yonma-yon shunchaki yozilib ketilar edi. Hop, ikkinchi qoidamiz bor ekan, patchim. Koreys tilida bugun oxirida kelgan undosh harf patchim deyiladi va yozuvda pastki qismda joylashadi. Agar bug'un bo'lganda unli bilan tugasa, harflar ketma-ket yoziladi. Demak, bu yerda bug'unga bo'lganimizda bug'unning oxiri undosh bilan tugasa, o'sha undosh patchimga, ya'ni so'zning pastiga tushar ekan. Unlilar bilan tugasa, ya'ni so'zimiz unlilar bilan tugasa, bug'unga bo'lganimizda so'z ketma-ket yoziladi, ya'ni yonma-yon yozilar ekan. Xo'p, bu yerda namunalar o'zbekcha. Biz o'zbekcha muzlatgich so'zini yozmoqchi bo'lsak, shunaqangi ketma-ketlikda yozamiz. Maktab, ya'ni kitob so'zlarini yozamiz. Xo'p, muzlatgich so'zida bu yerda 3 ta bug'un bor ekan, e'tibor berayotgan bo'lsangiz, bu yerda muzlatgich deb ajratamiz. Koreyslar endi o'sha qonun bo'yicha koreys tilida so'zlarni biz bug'unga bo'lib yozamiz. Bu yerda muzlatgich deb yozyapmiz. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, har bir bug'unning oxirida undosh harf pastga tushyapti, ya'ni patchinga tushyapti. Birinchi bug'unda muz, z bu yerda undosh harf hisoblanadi, pastga tushyapti. Lat, bu yerda ham t undosh harf pastga tushyapti. Ya'ni o'zbek tilidagi undosh harflar. Koreychada yana ikkinchi namunamiz maktab. Bu yerda ham maktab ikkita bug'unga bo'linadi, bug'unga bo'linib yozilyapti va ikkita bug'unning oxirida undosh harflar ham pastga tushyapti. Biz keyingi slaydni ko'rib olamiz. Xo'p, bu yerda patchimli va patchimsiz namunalar bor ekan. Bu yerda hangugo so'zi 3ta bug'unli so'z, ya'ni bu yerda han, guk, o so'zi bo'lar ekan. Mana bu yerda patchimsiz, bu yerda uyu so'z, ya'ni ikkita bug'un hisoblanadi. Bugunga bo'lganda hech qanaqangi undosh yo'q, o'shaning uchun bunda patching yo'q. Ya'ni ikkinchi namuna radio. Ya'ni radio so'zi hisoblanadi. Bu 3 ta bug'unli so'z hisoblanadi va 3 ta bug'unda oxirida ham undosh bilan tugamaganligi uchun hech qanaqangi patching bunda bo'lmaydi. Yana bu bizning namunamiz banana. Banan so'zi 3 ta bug'unli so'z bu yerda. Banana. 3 ta bug'unda ham undosh bo'lmaganligi uchun patching yo'q. Va bu tomonda patchingli tomondan ko'rsak, shiktang, ya'ni ikkita bug'unli so'z, ikkita bug'unda ham oxirida undosh harf bor, ya'ni shiktang. Birinchi bug'unda yok bor, ikkinchi bug'unda esa ng undoshi bor. Tushunarli bo'ldimi? Bunda keyingi slaydga o'tamiz. Xo'p, yana qoidamiz bor ekan, oldingi bug'un undosh bilan tugab, keyingi bug'un unli bilan boshlansa,
oldingi bug'unning pachchimidagi undoshi keyingi bug'unning boshiga o'tib talaffuz qilinadi. Sal murakkab bo'lishi mumkin, lekin hozir namunalar orqali biz ko'rib olishimiz mumkin. Bu yerda han gugo so'zi, biz buni yozganimizda han gug o deb yozamiz. Lekin uni o'qiyotganimizda, talaffuz qilayotganimizda esa han gugo deb talaffuz qilamiz. O'sha qoida bo'yicha oldingi undosh, oldingi bug'un undosh bilan tugab, undan keyingi bug'un unli bilan boshlansa, oldingi bug'unning pachimdagi undosh keyingi bug'unga o'tadi. Ya'ni bu yerda yok harfi oni oldiga o'tyapti. Chunki mana han ikkinchi bug'unimizda guk undosh bilan tugayapti, uchinchi bug'unimizda o bu yerda undosh bilan tugamayapti va unli bilan boshlanyapti. Demak, bu yerda kiyok harfi oni oldiga o'tishi kerak. Ya'ni kiyok bug'unga keyingi bug'unga o'tadi. Va bu yerda mogoyo so'zi. Biz yozilishda biz mog oyo deb yozamiz. Endi o'qilishida esa mogoyo deb talaffuz qilishimiz kerak bo'ladi. Qonun bo'yicha o'sha oldingi bug'unda patchim bor, undan keyingi bug'unda esa unli bilan boshlanyapti. Demak, kiyok harfi oni oldiga o'tadi. Biz talaffuz qilayotganimizda bu yerda mok oyo deb talaffuz qilmaymiz. Mok oyo deb talaffuz qilish xato hisoblanadi. Mogoyo deb talaffuz qilamiz. O'sha e, birinchi bug'unda patchim bo'lsa, ikkinchi bug'unda unli bilan boshlansa, birinchi bug'unning patchimi ikkinchi bug'unga o'tadi. Bizning qoidamiz shu ekan. Bu yerda asosiy undosh harflar pastga tushgan, ya'ni so'zning pastiga tushganda qanaqangi talaffuz qilishimiz kerakligini bilib olar ekanmiz. Va bu yerda kiyok, kiyik va sankiyok harflari pastga tushganda k deb talaffuz qilamiz. Nim undoshi pastga tushganda n deb talaffuz qilamiz. Bu yerda Tigit, shiyot, sanchiyot, jit va tig'it undoshlari pastga tushganda esa t deb talaffuz qilamiz. Ril harfi pastga tushganda, ya'ni pastga tushganda l deb talaffuz qilar ekanmiz va hokazo bular pastga tushganda shu talaffuzlarni berar ekan. Hop, navbatdagi slaydga o'tamiz. Biz patchingning unli bilan bog'lanishi va talaffuzi haqida ko'rib chiqamiz. Yana bir namuna qilamiz. Bu yerda hangugo so'zi bu yozilishda hangugo deb yozamiz. Ya'ni talaffuz qilayotganimizda hangugo deymiz. Ya'ni bu yerda o'sha kiyok harfi oni oldiga o'tadi. Ya'ni koreys tili bo'ldi. Xo'p, bu yerda irimi bu yozilish tartibi. Endi bu talaffuz qilish tartibi bo'ladi. Mi, ya'ni ismi deb tarjimani beradi. Mi bu talaffuz qilinishdagi ko'rinishi bo'ladi. Xo'p, ikkinchi namunamizda imak il bu yozilishdagi biz imak il deb yozamiz. Endi talaffuz qilayotganimizda imagil deb talaffuz qilamiz. Talaffuzda akil deb talaffuz qilmaymiz. Bu yozilishdagi ko'rinishi bo'ladi. Imagil deb talaffuz qilamiz. Ya'ni musiqani bo'lar ekan. Unda navbatdagi slaydni ko'ramiz. Xo'p, mashq qilish uchun so'zlar. Bu yerda sizlarga so'zlar berilgan. So'zlarni o'qib, talaffuzingizni oshirasiz. Ya'ni birinchisi pap il. E'tibor berayotgan bo'lsangiz, pa bil deb talaffuz qilyapman. Pani alohida qilyapman. Bilni alohida qilyapman. Burada ikkita talaffuz bo'ladi. Ya'ni piyib bu yerga o'tadi. Shunda pub-il deb talaffuz qilinadi. Ikkinchisi ilgoyo. E'tibor beryapsiz a? Ilgoyo. Men ilk oyo deb talaffuz qilmayapman. Yo'q, oni oldiga o'tadi. O'shaning uchun ilgoyo deb talaffuz qilinadi. Navbatdagi slaydni ko'ramiz. So'zlarni korischa patching ko'rinishda yoz. Ya'ni o'zbekcha so'zlar berilgan, qoidasini bilar edik. Koris tilida so'zlar bug'unga bo'linib yozilar ekan. Xo'p, dars so'zi o'zi bir bug'un hisoblanadi. Bug'unning oxiri undosh bilan tugagani uchun ikkita undosh pastga tushadi. Yana keyingi daftar, burada ham ikkita bug'un bor. Bu yerda birinchi bug'unda f, ikkinchi bug'unda r pastga tushadi. Mana shunaqangi tarzda siz daftaringizga yozing bu so'zlarni. O'shanda siz patchim nima ekanligi haqida ko'proq bilib boshlaysiz. Unda navbatdagi slaydga o'tamiz. Endi ko'rish so'zlarni o'qiymiz bu yerda. Kada, namu, saram, hakyo, ingu, mul, pub,
Hanguk, Kongbu, Shigan, Onil, Irim, Shijang, Imshik va Chek deb o'qiymiz. Ana talaffuzini e'tibor beryapsizmi? Meni orqamdan qaytarib yana o'qishingiz mumkin bo'ladi. Va shu yerda bizda darsimiz shu yerda tugadi. Sizni o'ylashim bo'yicha sizda unli va undoshlarni qo'shish, patching nima ekanligi haqida umumiy tushuncha hosil bo'ldi. Agar videom sizga yoqqan bo'lsa, manfaatli deb bilgan bo'lsangiz, videoga like bosing, kanalimizga obuna bo'ling va men koreys grammatikalar va topik test tahlillarini yaqin kelajaklarda video darslar qilib sizlarga taqdim qilaman. Unda ko'rishguncha xayr, sog' bo'ling, omon bo'ling.